avtomobillari ichida Malibuga ham dam berilgan Epica avtomobili. Bu avtomobilga eng kerakli bo'lgan xizmat, ya'ni propan emas, metan uстановка qilib berdik. Nima uchun o'zi bu avtomobillarga propan yoki metan qo'yadi? Shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu avtomobilga hozirgi vaqtga 100 litrli eng probeg beradigan ballonlar qo'yib berganmiz. Chunki siz agar 95 va 92 benzin topa olsangiz, bu mashinalar yuradi. Undan boshqa benzinda yurmaydi. Chunki Porsche'ni sindirib olish mumkin 80 benzinda. Shuning uchun tanlovda adashmaymiz. Metanni zo'r qilib qo'ysangiz, mashinangiz Porsche'ning klapani zo'r yuradi. Bu avtomobilni oldi qismiga ham sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Orqa qismini ideal qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu avtomobil 6 silindr bo'ladi. Dividronik miyalarda va italyanskiy farsunkalari bilan cho'tki qilib, Tamosetta reduktor, zapravshni ham ideal qilib qo'yib berganmiz. Tanlovda adashmaymiz. Hali ham gazni yomonlab yotgan aka-ukalarga bu videoni yuborib qo'yasizlar. Chunki 80 dan ancha aqlli metanni o'zi. Agarda bu avtomobilga propan qo'ysangiz, vobshe mazza qilib qolasiz. Xizmatlar bo'yicha past raqam qoldiramiz. Tanlovda adashmaymiz.